357-bob. Musulmon kishiga siloh, qurol va shunga o'xshash narsalar ila xoh jiddiy, xoh hazil bo'lsin, ishora qilishdan hamda qilichni yalang'ochlab yurishdan man etganlari haqida. 1783-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: birortangiz birodariga qurol o'qtalmasin. Zero u bilmaydiki, shayton qurolni uning qo'lidan chiqarib yuborsa, do'zaxning bir chuquriga tushishi mumkin, dedilar. Muttafaqun alayh. Imom Muslimning rivoyatida Abul Qosim sallallohu alayhi va sallam kim birodariga o'tkir narsa bilan ishora qilsa, toyinki tashlamaguncha farishtalar la'natlab turishadi. Garchi ishora qilinadigan kishi ota-ona bir tug'ishgan inisi bo'lsa ham, dedilar. Foyda: Islom inson salomatligi va karomatini mana shunday muhofaza qiladi. Qariyalarimiz: pichoqdan ehtiyot bo'linglar, u odamga qarab yuguradi deb bejiz aytishmaydi. 1784-hadis. Jobir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilichni g'ilofdan chiqarib, yalang'ochlab yurishdan qaytardilar. Abu Dovud va Termiziy rivoyati. Termiziy hasan hadis dedi.